Ichlar bo'yicha O'zbekistondagi eng balon vyxlopli mashina aynan shu deyaptilar. Qani eshitaylikchi? Rostdan shunaqa ekan. Endi ishondim. Haqiqiy M5 ku. Birinchi marta men F90 kuzovdagi M5 video qilishim. Doim 550 dan yasalganlari bo'lardi. O'zbekistonda sanoqli turadi F90 ni. Rosta kasb M5 850 ot kuchi ekan, tasavvur qiling. 850 bu degani bilmayman 2,5 sekundmi, 2-3 sekundlarmi deb o'ylayman. Mana qara, orqa oldi oporniy diskalar ham полный perforatsiyali. Remus vyxlopnoy sistema. Bu ichlar bo'yicha Akrapovichdan ham ko'ra balonroq chiqaradi, qimmat turadimi dedilar. Mana qarang, полный haqiqiy karbon detallar. Qora matvi ekan. Bitta mashina shu almashgan ekan. Bo'ldi. Salonni qara. Mana qara, полный karbon detallar. O'zbekistonlik uncha M5lardan ovozi baland deyaptilar. F90 kuzov o'zi sanoqli, undan keyingi chiqqan yangi kuzov M5larni bir-ikki syomka qilganman, lekin bunaqasini birinchi marta qilishim. Bauer Wilkin akustika sistema, karbon detallar, eng mazza joyi probegi 30,000 ekan. 30,000 probeg 2018-yil apparat ekan. Bunaqa seriozniy apparatlarni olgandan keyin такой sentrlarga, oybeklarga borib olib, aniq suyam olasizda, barbikamlarni sekin ochib, ich berib tursangiz bo'ldi. Bu apparatning davrig'ini, qanchalik seriyozligini muncha odam biladi. Barbikam ham bilasiz, juda seriyozli ichimlik hisoblanadi. Redki uchraydi bunaqa kuzov M5lar, bilasizlar. Pulga ham kerak bo'lsa, Germaniyaning o'zida o'tda qolib ketgani bo'lmasa, 30,000 probegni topish juda ham qiyin. Trochniga shu apparatni faqat ishqibozlarigina tushunadi buni. Olganlar uni olgan yaxshi, buni olgan yaxshi deyshadi, lekin aynan buni kimdir sotmaguncha topish qiyin apparatlarni bilasizku. 101 mingga bosib olsangiz bo'ladi. Pulingizni hidiga chidamayotgan bo'lsangiz, nimadan maza qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, rosta gazim M5 da F90 kuzovda o'qib yurarkansiz, yo'lga jigar. Yaqinlaringizga tarqatib qo'ying, hammaga nasib qilsa.